Gastrit bor-ku, me'da kasalligi. Baraka topkurlar. Xo'p deng. Qanday baquvvat qilish yoki og'riqlarni yo'qotish. Men bitta retsept aytgandim. Aloyni gulini suvi va asalni teng qo'shib 5 kun ichsangiz, oshqozonda mana shu me'da, gastritlar, shu yallig'lanish bormi, yara bormi, hammasini 5 kunda yo'q qiladi degandim. Bu eng zo'r retsept. Ikkinchisini anor va bexini foydali xususiyat kitobini topib kelib o'qidim. Yaxshisi o'qib beraman, baraka topkurlar. Xo'p deng, shunday ko'zini o'yadi. Siz bir marta xo'p deng, o'qib beraman. Baribir birekda nimalar ishonmaydi-da, cho'rt kasallar. Marhamat. Bexi va anor ko'p dardlarga davo. Iminni me'da kasalligi, gastrit. Anorga yalpiz qo'shib yeyilsa, me'da baquvvat bo'ladi. Anorga turp urug'i va tovuq tuxumini sarig'ini qo'shib dimlanadi, rangi chiqqandan so'ng choy kabi ichiladi. Me'da va 12 barmoqli ichak yarasini shunday tutaman do'stlar. Bitta o'rtani bosib pauza qilib o'qib olishlaringiz mumkin. Juda ham foydali kitob ekan. G'ulomjondan foydali maslahat kanalim bor. G'ulomjon 93 Tojikiston blogeri. Kitobdan o'qib berdim. Anorda me'daga, gastritga, oshqozonga qanchalik foydasini o'zingiz ko'zlaringiz bilan o'qib oldingiz. Ixlos bilan, yaxshi niyat bilan qiling. Allohim hammalaringga shifo bersin. Baraka topkurlar. Xo'p deng. Xo'p dedingizmi? Bitta like, podpiska. Jonlar sog' bo'lsin. Tojikiston G'ulomjondan foydali maslahat. Tojikiston hamma vaqt baxtli.